Xitoydan kelgan narsalarni unpacking qilamiz. Butikulalarni tozalash uchun pilka, 0,3 shaftoli rangli blesk. Labingizga surganingizdan keyin juda ham sochin bo'lib turadi. Burunni kichraytiradigan stiker. Tirnoq uchun stiker. Agar buni ustidan bestsvetni lak qo'yadigan bo'lsangiz, anchagacha turib beradi. Katta razmerdagi oyna. Buni kichkina razmerdagisi ham bor. Bu oyna bilan makiyaj qilishingiz ham mumkin. 4 ta rangi bor. Hozirda nalichida faqat bir dona qolgan. Lapkali kiprik qayirgich. Agarda siz o'zingizda kiprigingizni koreyskiy bo'lib turishini xohlasangiz, shu kiprik qayirgichdan aniq ishlatib ko'rishingiz kerak. Sochingiz va cho'lkangiz полный объемный bo'lib turishini xohlasangiz, shunaqa bigojilardan zakaz qilishingiz kerak. Ichida 18 ta bor, 12 ta qisqich bilan birga chiqadi. Agar siz bunchalik ko'p bigodi xohlamasangiz, buni kam variantlari ham bor. Agni uchun patch. Buni 6 xil rangi bor. Kattasi 1,5 kunda, kichkinasi esa 3 kunda maksimal darajada ugringizni yoqib beradi. Bitta listi 20 ming, ichida 50 dona chiqadi. Buni ishlatishdan oldin ugringizni yaxshilab yuvib tashlab, keyin mana shu yulduzchani ustiga yopishtirib qo'yishingiz kerak. Pinterestdagi sumkamizdan yana olib keldik. Buni 4 xil rangi bor. Ichi astarli va o'zini zamoklari ham yaxshi ishlaydi. O'zini mana shunaqa bantikchalari bilan chiqadi. Agar bantikchalari bilan birga qo'yadigan bo'lsangiz, bundan asal sumkani topa olmaysiz. Bu sumkadan o'zimda ham bor. Ishonavering, ko'chadagi odam qayerdan olgansiz deb so'raydi. Yozda issiq kunda repetitorga qatnayotganlar uchun mana shunaqa Crocs tapchkalarimizdan olib kelib qo'ydik. Buni kiysangiz xuddi oyog'ingizda yo'q deb bo'lib turadi. O'zini ichida breloklar bilan chiqadi. Atayin uchun 89 ming qilib qo'ydik. Xohlasangiz brelogi bilan taqing, xohlasangiz breloksiz taqsangiz ham bo'ladi. Buni 4 xil rangi bor. Razmerlari 36 dan 41 gacha. Nalichida 36, 37 razmeridan hozirda 2 ta qolgan. Zakaz uchun Telegramdagi Cherila Store kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin.